Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala nabiyyi ba'da. Hurmatli hojiga va xodimlar, Alloh subhanahu va taolo qadamlariga hasanat bersin. Alloh taolo qadamlarga muborak qilsin. Sizlar bilan biz hozir yer yuzida muqaddas oblarimizdan biri bo'lmish Madinatul Munawvaraga keldik. Bu Madina shahri Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni biz bilamiz dafn qilingan va ko'p sahobalar dafn qilingan shahar bo'ladi. Bu Madina shahri Qur'onda oyatlar tushgan, Qur'onda ba'zi suralar tushgan. Madina shahrini fazilatlaridan Nabiy sollallohu alayhi vasallam duo qilib so'ragan. Ey Robbim, Ibrohim alayhisalomga Makkani suyukli qilib qo'yganda menga ham Madinani suyukli qilib qo'ygin deb duo qilib so'raganlar. Hammamizga ma'lum, Nabiy sollallohu alayhi vasallamning duolari nima bo'lgan, ijobat bo'lgan. Azizlar, hozir biz mana hozir muqaddas yerga keldik. Endi biz, ya'ni sizlar bilan biz Dovul Rahman, ya'ni Alloh subhanahu taoloni nima bo'lamiz? Alloh taoloni mehmoni bo'lamiz. Bunday ekan, mana har birimiz bilamiz, agar mehmonga borib qolsak, nima qilamiz? Odob saqlaymiz, to'g'rimi? Ya'ni ashab mehmonga borgan yerimizni qonun rioyalariga, ya'ni rioya qilib odob saqlaymiz. Endi biz sizlar bilan biz haqiqiy, ya'ni Robbil alamin, ya'ni Alloh subhanahu taoloni nimasiga keldik? Mehmonga keldik. Shunday ekan, mehmonlar bir-biriga ozor bermaydi. Mehmonlar odob saqlaydi. Mehmonlar qiyinchilikka sabr qiladi. Mehmonlar boriga shukr qiladi. Mehmonlar og'riqqa sabr qiladi. Shunday ekan, biz Alloh taolo mehmonimiz. Alloh taolo boriga qilsin qadamlarda. Bu Madina shahri Nabiy sollallohu alayhi vasallam duo qilib so'raganlardan biri, ya'ni Allohim Madinani salomat qilgin, Madinani omonlik yor qilgin dedilar. Haqiqatan ham mana sizlar inshaalloh kechirib hajlarga chiqqanlarda ko'rasizlar, tunlarda ko'rasizlar. Juda bir sukunatli, bir orom oladigan bir sukunatli shahar ko'rasizlar inshaalloh. Va hattoki Nabiy sollallohu alayhi vasallamning duosi, Allohim Makkani Ibrohim payg'ambaringga suyukli qilganda menga Madina suyukli qilgin deb duosini ijobat qilgan. Bu duosi Nabiy sollallohu alayhi vasallamning o'ziga emas, butun ummatiga ijobat qilgan. Nimaga deysizlar? Mana hozir sabr inshaalloh 3 kun Madinada boramiz, so'ng Makkaga ketganimizdan keyin Madinani sog'inib qolasizlar. Madinani sog'inib qolasizlar. Alloh nasib qilib bu yerda ibodatimizni qilib ketgandan keyin ham birinchi bo'lib sizlarga berilgan savol nimani sog'inyapsiz desa Madinani degan javob berasizlar. Bu ham bo'lsa Alloh taoloni nima qilgan ekan, duoni qabul qilgan. Madinaning fazilatlari juda ham ulug'. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kim Madinada o'la olsa, Madinada o'lsin dedilar. Chunki qiyomatda unga nima qilaman? Shafaat qilaman dedi. Shuning uchun Madinada vafot qilishlik bo'lib ham umra Alloh taoloni, ya'ni mehmoni bo'lib kelgan chog'da vafot qilishlik bir katta baxt bo'ladi. Madinada vafot qilishlik. Alloh taolo har birlarimizni sog' salomat yetkazsin diyorimizga. Ammo lekin eshityapmiz-a, misol falonchi o'tib qoldi Madinada, ko'pincha o'tib qoldi. Katta baxt bu. Bunday baxt hammaga nasib qilmaydi. Madinaning fazilatlaridan bu yerda 10 mingdan ziyod sahobalarning qabrlari bor. Abu Bakr, Umar radhiyallohu anhu, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qabrlari bor. Va yana Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganday, Madinaning fazilatlaridan meni uyim bilan, meni xonam bilan minbarimning orasi jannat bog'chalariga o'xshaydigan bir nimasi bor ekan, bog'chasi bor ekan. Ya'ni roza. Bunday roza hech yerda yo'q. Faqat shu Madinada bor. Alloh nasib qilsa inshaalloh kiramiz shu rozaga. Ayollar alohida bir kunda kiradi, erkaklar alohida bir kunda kiradi. Va yana Madinaning fazilatlaridan Nabiy sollallohu alayhi vasallam Allohim Madinani omonli shahar qilgan, sukunatli qilgan deb duo qilganlarida Alloh subhanahu taolo qabul qilgan alomatlaridan hozir o'tib qolsak ko'rasizlar, o'ngga chapga qarasanglar, hozir ko'rinmayotgan go'yo bir ko'mir borki, ko'mir yoqsa, ya'ni qop-qora qoladi. Shunaqa kichikda qop-qora ko'zda katta nima turgan bo'ladi. Hozir uxlamay keldinglarmi, uxlab keldinglarmi samolyotda? Ko'rdinglarmi, yerlar qop-qora ekan? Bu nima deb o'ylaysiz, qora narsa? Ha. Bu ayni 1000 qaysidir bir yillari Madinada juda katta vulqon chiqdi. Katta vulqon chiqqanda, mana samolyot ko'rganlar, e'tibor bergan bo'lsalar, haligi vulqonni kuchi Madinani yurib tashlash kerak edi, Madinani yoqib tashlash kerak edi. Ammo Rasululloh duo qilganliklarining ijobati Madina shahriga kelganda kunida ikki ayirma.
biz sizlar bilan demak Alloh subhanahu taoloni roziligini istab keldik. Alloh taolo sizlar bilan bizlarni ibodatda hayotimizni mustahkam qilsin. Og'rimanglar. Hozir inshaalloh mana sizlar bilan hozir birinchi qilgan ishimiz gostinitsaga boramiz. So'ng sabr qilib turasizlar, o'sha joylar bo'lingan. Ayollarniki ham, erkaklarniki ham joylarni kartlarini beraman. Xonalarga chiqib, so'nggilar joylab darhol tushsanglar, inshaalloh men sizlarni haramga, ya'ni Rasululloh namasidan olib chiqib, tanishtirib, ziyorat qilganlarni ziyorat qilib, inshaalloh ko'rsatib qo'yaman. Madinada azizlar, o'zi aslida azon necha mahal aytiladi? 5 mahal. 5 mahal. Lekin Madinada va Makka mukarramada, ya'ni haram masjidlarida 6 mahal aytiladi. 6 mahal o'tadi. Fondoq namozi 5 dan 12 yutgan azon qilayotgan bo'lsa, tahajjud soat 4. Men o'ylamoqchiman, aslida bizlardan bizda ham o'z muddati keldik. 14 yil keldik. Ibodat topgan bo'ldik. Mustahkam bo'ldik vaqtimizni aytib berdik inshaalloh. Bu yerga gap qochig'i haqiqat bo'lsa ham aytaman, xalqimizlar bilgan kelmaydi. Tan olgan kelmaydi. Bu yer biz ziyorat qilib, albatta tan olib olgan yer emas. Bu yerda Alloh taolodan so'rab, Robbdan so'rab savob jannatlarga o'tishmoqchi. Bilinglar, Madinada Rasulullohning masjidlarida qilingan amal, o'qilingan namoz necha ming karra ko'p bo'ladi, kim biladi? 2000 rakat. Qancha? 1000 rakat ko'p bo'ladi. Bir rakatimiz 1000 rakat. bir rakatdan keyin bo'ladi. Endi shunday ekan, ana shu masjidda qilingan ehson, ana shu masjidda o'qilingan Qur'on, ana shu masjidda o'qilingan tasbihlar, subhanalloh, alhamdulillah, istig'forlar qolgan diyorlarda qilingandan ko'ra 1000 karra ajr ko'p bo'ladi. Va hattoki qarang, endi ajri ko'p bo'lgani kabi, buni aksi ham bor azizlar. Alloh saqlasin, agar bir gunoh ish qilib qo'ysa, 100,000 karra ham ko'p bo'ladi. G'iybat qilishlik harom mumkin emas. Mabodo qilinib qo'yilsa, 1000 karra ko'p bo'ladi gunoh. Birovga ozor berishlik gunohmi? Gunoh. Ashirda qilinib qo'ysa 1000 karra ko'p bo'ladi. Shuning uchun nima qilamiz ekan? Odob saqlab, sabr qilib, biroz to'g'ri kelsa ham sabr qilamiz. Chunki biz ibodat qilgan keldik azizlar, inshaalloh vaqtda g'animat bilaylik. Va yana aytib qo'yadigan narsam, farz namozlardan keyin bu yerda 5 vaqt janozalar o'qiladi. Ayollar sizlar janoza o'qimagansizlar, to'g'rimi? Endi o'qisizlar inshaalloh. Janoza o'qinglar. Farz namozi bu yerda imom salom berib bo'lgandan keyin jichcha bir 30 sekundlardan keyin muazzin "Salatul alal amwat yarhamukumulloh" deb baqirib qo'yadi. Bu degan janoza bor, tayyorlanib turing degan. Baqirgandan keyin bir 20 sekundlardan keyin imom Allohu akbar deb salam turib, Allohu akbar deb turib janoza o'qirasizlar. Tushunarlimi? Ayollar ham, erkaklar ham. Ha? Albatta. Allohu akbar deb qo'lni bog'lab turamiz. Tushunarlimi? Ikkinchi takbir bo'ladi, ichimizda qaytaramiz, qo'l ko'tarmaymiz. Uchinchi takbir bo'ladi, ichimizda qaytaramiz, qo'l ko'tarmaymiz. To'rtinchi takbir bo'ladi, ichimizda Allohu akbar deymiz, qo'limiz ko'taramiz. Imom assalomu alaykum va rahmatulloh deb bir taraf salom beradi. Hozirlar bu yerda imom janozaga bir taraf salom beradi. Bir taraf salom beriladi, imom tugatadi. Sizlar ikkinchi taraf salom berib ko'rasizlar. Tushunarlimi? Chunki biz mazhablarda ikki taraf salom beriladi. Va yana bu yerda azizlar, bu yerda har xil turli odamlar ko'rasizlar. Har xil millatlar ko'rasizlar. Har xil mentalitetni ko'rasizlar. Misol uchun mana o'zbeklar va tojiklar va qirg'izlarda mentalitetida dasturxon ustida yurishlik bormi, yo'qmi? Yo'q. Lekin ba'zi millatlarda dasturxon ustida yurishlik bor. Ular uchun bu oddiy holat. Mabodo ko'rib qolsanglar, darhol g'iybat qilib, devormanglar, hamda bermanglar. Chunki har bir millat o'z mentaliteti bor ekan. Har bir millatning mentaliteti hurmat qilinadi. Biz bu yerga ibodat qilgani keldik. Biz bu yerga g'iybat qilgani kelmaydi, to'g'rimi? Shuni unutmanglar. Agarchi u xato bo'lsa ham biz ko'z yumib ko'ramiz. Chunki biz o'zimizni jannatimizni so'ragani keldik Robbimizdan. Ha, ilohim. Tushunarlimi? Yana sizlarga aytadigan nasihatim, hojilar, ibodatda mustahkam bo'linglar. 5 vaqt namoz o'qinglar haramda. 6 vaqt o'qinglar. Soat 4da chiqib ketinglar tahajjudlarga. Ajri urib 14 ming keldi. Namanganga, boshqa joylarda bu masjidlar topolmay qolamiz. Shuning mustahkam bo'laylik. Va yana sizlarga aytadigan nasihatim, Zamzamni ko'rib, Zamzam ichayotganlarda mana shu bochkalarga yozib qo'ygan. Nega qarasanglar, bochkaga ko'k
harf bilan, ya'ni ko'k nima bilan no gold deb yozib qo'ygan. Ya'ni no gold degani muzi yo'q degani. Ana shu muz yo'q deychilar, ya'ni olib qolmaydi, ya'ni olib qolsa ibodatlarga talaq beradi. Muzdoq ichmaydi. Haram kirsalar muzdek, ko'chiksalar issiq. Shuning uchun shuni ham oldini olinglar. Issiq kiyim olib, tellab, chiqib yana muzlab o'tirmanglar. Olib qolasiz, o'solasan. Shuning uchun o'zingizga aytib qo'yar, inshaalloh maqsadlarga muvofiq bo'lib ibodat qilamiz. Xo'p. Soat 8 bo'ldi. Odatda gazetsalar soat 11 da topshiriladi. Bizning oldingilarda 11 da topshirib ketadi. Uni 3 soat, 4 soat ishchilar tozalaydi. Bu degani taqriban bir peshindan keyin 1-2 larga kalib beriladi. Ba'zi holatlarda hozir borsa tayyor bo'ladi gazetsalar. Mabodo hozir tayyor bo'lsa, biz qiladigan ishimiz sumkalarimizni olamiz. To'g'ri borib, sumkalarimizni mayatga bir chekkaga qo'yamiz. So'ng jamlanib turib, hammamiz haramga chiqib ketamiz. Mendan oldin yurolmanglar, mendan tarqab ketib qolmanglar. Tushunarli bo'ldimi, hoji aka, hojilar? Ha? Qorinchi. Qorinmi? Ovqatchi. Sabablarimiz bor. Agarda hozirki, agarda ovqatimiz tayyor bo'lsa, so'rab ko'ramiz. Olib kelamiz. Aytaman inshaalloh o'zim. Xo'p. Nosvoy chekkanlar, hoji akalar. Allohdan qo'rqinglar. Gunoh. Sigaret chekkanlar. Harom mumkin emas. Nos va harom sigaretni ana shu bo'ldi, O'zbekistonda qoldiringlar, bo'ldi. Ko'p kelinglar endi. Bo'ldi, chekmanglar. Bu harom mumkin emas bu. Endi men kelib chekadigan bo'lsanglar ham bilib qo'yinglar. 1000 karra ko'tariladi ko'proq bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda va la taqulu va la tulqu bi aydikum ila tahluka dedi. O'zingizlarni qo'linglar bilan o'zingizlarni halokatga uchirmanglar dedi. Azizlar, nos bilan sigaretni haromligini tushib qo'ying. Shuning uchun Allohga tavba qilinglar. Allohdan so'ranglar. Chekkanlarga qiyin bo'lishi mumkin, lekin so'ranglar inshaalloh. Ha? Allohdan so'rab shu juda ham pulli bir jirkan narsani tashlab ketaylik shu yerga inshaalloh. Xudo xolasa. Alloh nasib qilsa, sizlar bilan